Bu videoni kallarga yuborib qo'ying. Qilib mendan kalla xafa bo'lmasmikin? Psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar erkaklarda uchraydigan androgen alopesiya, ya'ni tepakallikni davolashni isbotladi. Agar sizga ushbu ma'lumot qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ajoyib retsept bilan bo'lishaman. Ko'pchilik piyozdan tayyorlangan niqob sochlarni qalinlashtirishini va o'stirishini va buning natijasida sochlar yaltirashini juda yaxshi biladi. Ammo bizga uning badbo'y hidi biroz noqulaylik tug'diradi. Piyoz tarkibida oltin gugurt va kvartitin bor. Ma'lumki, oltin gugurt bosh terisidagi yallig'lanishlarni bartaraf etadi, kvartitin esa sochga keratin manbaini yaratadi, ya'ni sochga protein beradi. Videoni mana shu joyiga diqqat qiling. Bu yerda o'sha men sizga yuqorida va'da bergan retsept. Bir dona qizil piyozni blenderda maydalab, dokadan uning sharbati siqib olinadi va ushbu sharbatga 1 stakan suv aralashtiriladi. Ushbu aralashmaga 1 choy qoshiq dengiz tuzi va yarim choy qoshiq toza asal aralashtiring va ushbu aralashmani 72 soatga og'zi yopiq idishda qorong'u xonaga olib qo'ying. 72 soatdan keyin ushbu piyoz fermentlanadi, ya'ni u achiydi. Tayyor bo'lgan niqobni bosh terisiga 2-3 daqiqa davomida yengil masaj qilib suriladi va boshingizni yarim soatdan 1 soatgacha o'rab qo'ying. Undan keyin esa shampun bilan yaxshilab 2 marotaba yuvib tashlang. Niqobni haftada 2 marotaba 4-8 hafta davomida qilsangiz bo'ladi. Ushbu niqobni ta'sirini yanada kuchaytirish uchun 5 tomchi rozmarin yog'idan qo'shib yuborsangiz yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu videoni soch to'kilishidan aziyat chekadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.